Va nihoyat 5 nafar g'olibga biz ushbu va'da qilingan 6 million 180 ming so'm mablag'ni qoplab beryapmiz. Hayajon bor, o'zi gapira olmayman. Yig'laydigan darajada. Xudoga shukr. Niyatim birinchi o'rin. O'zimdan qoniqmadim. Bugun 13 dekabr Ziyo forumida oktyabr oyida start berilgan avlod grant tanlovining yakuniy, ya'ni final bosqichi. Manzilda jam bo'lgan talabalar bugun offline Kahoot o'yinida ishtirok etishadi va eng kuchlilardan 5 nafariga g'oliblik nasib etadi. Hayajonlar bor, yo'q emas. Masalan bo'ladi. Birinchi bosqichi ariza edi, ikkinchi bosqichi Kahoot o'yini bo'ldi. Endi bu Ziyo forum markazida offline tarzda Kahoot bo'ladimi, boshqa bo'ladi. Endi Xudo xohlasa hammaga omad tilayman. Tanlov shaffofligini 10 balldan necha ball bilan baholaysiz? 10 ball zo'r, haqqoniy ham matematika anaqa maktab programmalari savollari hech uncha qiynalmadim. Odam o'ylantiradigan mantiqiy savollar ham bor. Juda zo'r bo'ldi. Hayajon albatta hammada bo'ladi. Tayber universitetidan keldim. Qaysi fanda qiynaldingiz Kahoot savollarida? Fizika fanidan qiynaldim. Garchi o'zimning yo'nalishim bo'lsa-da, lekin chalg'ituvchi savollar bo'ldi. Ziyo forum katta zalda allaqachon offline Kahoot o'yini boshlangan va biz eshik ortida talabalarni kutayotgan ota-onalarga ham mikrofon tutamiz. Hayajonli bo'lyapti. Omad tilab o'tiribmiz. Hamma talabalar uchun yaxshi imkoniyatlar. Qayerdan keldingiz? Farg'ona viloyati Farg'ona pedagogika institutida matematika fakultetida o'qiydi, rus gruppada. Farzandingizni kutish jarayonlari qanaqa bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti. Qashqadaryodan 8 ga keldim. Omadini bersin bolalarimizni. Yig'laydigan darajada. Xudoga shukr. Qayerdan keldingiz? Buxoro viloyati 3-kurs Buxoro davlat tibbiyot institutiga o'qiydi. G'olib bo'lgan yoshlarimizni taqdirlashdan oldin barcha yoshlarga biz esdalik sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. Agar ruxsat bersangiz, har yoshlarga birinchi ushbu sovg'alarimizni topshirib olib, keyin taqdirlash marosimiga o'tsak. Ibodullayev Doston Zokirovda. Fahriddin o'g'li. Haydarov Azizbek Araljonovda. Otakuziyeva Batman Xolidjonova. Offline Kahoot o'yini o'z nihoyasiga yetdi va ayni damda sahnada bizning g'oliblarimiz. Assalomu alaykum. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Qanaqa bo'ldi o'yin jarayonlari? Juda ham qiziq bo'ldi. Xatolar juda ko'p xato qildim, lekin oxirida nasib qilgan ekan. To'g'risi ishongandim, kutgandim. Menimcha hamma narsa shaffof, adolatli bo'ldi. Menimcha 10 ballga arziydi. Biz endi ikkinchi g'olib bu yoq tarafdan bemalol hamma g'oliblarimizdan bitta-bittadan intervyuni ko'rib olsanglar bo'ladi. Men o'zi Qashqadaryodanman. Hozirda Narxozda 2-kurs talabasiman. O'z boshida 40-o'ringa tushib ketdim. Yutaman deb o'ylamagandim, lekin hayajon bor, o'zi gapira olmayman. Emotsiya вообще ham kuchli. Yutaman deb o'ylamagandim to'g'risi. Oxirgi o'rinda tushib qolgandim 55-savoldan keyin. Yana 5-o'ringa ko'tarildim. Biroq xursand bo'lib ketdim. Rahmat shu loyihani tashkil etganlarga, bardavom bo'lsin. Oldin ham Ziyo forumni Avlod mediani kuzatib borganmisiz? Kuzatmagan edim. Tanlovdan reklamasi chiqqandan keyin kuzatishni boshladim. Zo'r. Emotsiyalar zo'r, g'olib bo'lganim bilan o'zimni ham tabriklayman. Niyatim birinchi o'rin. O'zimdan qoniqmadim. Hayajonli bo'ldi. Davlatimizni yoshlar uchun, iqtidorli talabalar uchun qilinayotgan islohotlar bilan xursandmiz. Hammaga nasib qilsin, hammani farzandi shunaqa yutuqlarga erishsin. Tanlovda qatnashish yaxshi bo'ldi, oson-oson savollar qo'yildi. Endi Kahoot o'yini bo'lganligi uchun avvalo bilim, keyin tezlik muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun shu birinchi o'rinda oldik. Rahmat tashkilotchilarga barchasiga. Shunaqa respublikamizda shunaqa tanlovlar juda ham ko'paysa, biz talabalar xursand bo'lardik. Men tarix o'qimaganligim sababli tarixdan savollar ko'proq ekan, o'sha tarix sal qiyinroq bo'ldi. Shu boshida ancha past 20-o'rinlarda ketayotgandim. U yog'iga keyin ona tili bilan matematika aralash o'sha fizikalardan tushgan sababli
oldiroqqa chiqib oldi. Ilm fan va ta'lim tarbiyani rivojlantirish Ziyo Forum fondi tomonidan tashkil qilingan Avlod grant loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Demak, bugun 13-dekabr kuni 40 nafar ishtirokchi final bosqichiga yetib kelganlar to'g'ridan-to'g'ri Kahoot o'yinida qatnashishdi. Ularga bir xil sharoit yaratib berildi va 60 ta umumiy savoldan to'g'ri javob bergan 5 nafar ishtirokchiga biz shu va'da qilingan 6,180 ming so'm mablag'ni qoplab beryapmiz. O'ylaymanki, barcha yoshlarimiz ushbu tanlovdan juda ham o'ziga kerakli bo'lgan bir taassurotlarni, bilimlarni, fikrlarni olishdi. 2026-yilda ham biz ushbu loyihani davom ettirish niyatidamiz. O'ylaymanki, keyingi yil ham biz kamida 2 marotaba ushbu loyihani o'tkazamiz va kamida keyingi bosqichlarda 30-40 nafar g'olib bo'lgan yoshlarni qamrab olamiz. 12 mingta talabadan eng kuchli 5talikka kira olganlar mukofotlarini qo'lga kiritishdi. Avlod media va Ziyo Forumni kuzatishda davom eting.